Liu Bei Saosavni bir qitim yengib bakmagan tursa, Liu Bei'ni maqtalib o'tgansa, to'g'ri, nurg'un ushshaq janglarda Saosov yengib olgan. Endi mushundaq deguvchilar mush asarni bir tafsiliy tahlil qilib baqdinglarmi? Asardagi eng muhim 3 jang bor. Buning ikkisi Saosov bilan Liu Bei o'rtasida bo'lgan jang. Ikkinchisida Saosov mag'lub bo'lgan. Endi birisi bu yerdagi Chirbi jangi. Saosovning 83 tuman, hatto o Jinggu lashkarlari qatib 120 tumandan eshib bitirdi. Shunami? Shuningdek bu yerdagi Sunliu ittifoqi birlashib Saosovni qattiq mag'lub qildi. Endi maqla bu vaqtida Sunchuan, Jouyu anda xulti deyishinglar mumkin. Endi nimildanglar bu vaqtda Liu Bei yengan. Ikkinchisi ham bu ikkisining rasmiy yolg'iz roburo tutishgan jang bo'lsa, Hanjung jangi. Bu jang ushbachalik haqida qissadagi eng dahshat tutish bo'lgan. Saosov bilan Liu Bei'dak ikki qo'shqonning o'rtasida. Endi bu vaqtda Liu Bei ya'ni Shu Han tarafdan qarsak, bu jangga Guanyu aralashmagan. Guanyu Jingzhou baliq turbatidi. Yana bu yerki Guanping, Zhousan qatorliq Jingzhou armiyasimi Guanyu bilan birga mushavirlardan Pangtong allibirini o'lib ketgan. Zhuguliang bo'lsa asosliq Sichuanning ishlarini bir taraf qilish bilan Liu Bei'ning Hanjung jangida eng asosliq bu yerki Fajing mushavir bo'lgan. Endi Saosov tarafdan qarsanglar, buning mush vaqtidagi mushavirlarga, katta danishmanlarga texnik katta bir danishman Simoyi qo'shilgan. Ya'ni buning Batur Salanqullardan hamda Shahudin, Shahuyan, Janghe, Changyao, Shuxuan qatorliq katta palvonlarning hammasi bor. Saosov o'zini bosh qo'mondan bo'lgan. Mush vaqtda o'z yashangan sanog'un Huangjong Dingyushian tig'ida Shahuyanning kallasini oldi. Zhao Zulong udul berib Saosovning cho'ng bargoyiga hujum qilib, Saosovni tutqilib tas qiladi. Shuning bilan bu vaqtning o'zidan Saosov to'liq mag'lub bo'lib qochdi, keyniga tikib o'tdi. Liu Bei rasmiy Hanjung vangi bo'ldi. Demak, kim yengibdi? Endi mush gapni desam nurg'unlar Liu Bei'ning qo'shig'i Zhuguliang kelmagan bo'lsa, hargiz yonolmaydi. Zhuguliang ba anadan keyin jangda g'alaba qilishga boshladi deydi. Maqla unda Saosov o'zining barliq mushavirlarini ketkizib o'tib yolg'iz ketib baqsonmamdi. Mush vaqtning o'zida Zhuguliang kelmagan vaqtdagi bir jangni, ya'ni Saosovning dadisining qisosini olish uchun Shuzhou baliqni olish uchun bu yerga Saosov 3 tuman lashkarni boshlab keldi. Mushavirlar va sanğullar va shunami? Biroq mush vaqtimizda Liu Bei'ning qo'lida hech qanday mushavir yo'q. 3000 oqsoqchilik lashkari bilan Shuzhouni oldi-ku. Saosov amal yo'q, chekindi-ku. Taochenning qulidan yaxshi niyatli osim ish qilib Liu Bei mush vaqtning o'zida Shuzhouni oldimi? Mush jang Saosov yengilib ketgandi. Endi uningdan keyin bu yerga Liu Bei yana Saosovning quliga tushib, shu jangda haqqam bilan birga turgan vaqtimizda keyin bu yerga Liu Bei yana kalli ishlatib Saosovning 5 tuman lashkarini ekitdi. Mush vaqtning kalli ishlab Saosovning qanchalik ochiq kelib ketdi. Mush vaqtning berib yana Shuzhouni oldi, Yuanshaoni yo'qotdi. Yaramdika mush vaqtning Zhuguliang yo'qdi Liu Bei'ning qo'lida balla. Biroq Saosovning Shuyu, Chingyu, Goja mushavirlarning hammasi bati Saosovning qo'lida. Deslar mush vaqtning o'zida sen Liu Bei'ni maqtading deb Saosovni andaq deb selishtirib qilganlar bu ikkisining boshlanish nuqtasi shu vaqtning o'zidimi bir o'ylab beqinglar. Liu Bei eng dastlab boshlangan vaqtning o'zida bu bir borch qilindi. Guanyu bilan Zhangfeiga erishdi, Allah'ını oldu. Xulaoganda 18 taram qo'shining qo'shilgan vaqtning o'zidimi 3 dan boshqa odam yo'q. Saosovchi eng dastlab bu tug'tishligan vaqtning o'zida buning qo'lida Shahudin, Shahuyan, Saurin, Sauxong, Lidian bir qator sanğullari, bir tumanga yaqin lashkari yeni mushavirlari va tahi. Mush vaqtning o'zidimi Liu Bei Saosov bilan tang tura olgan hech qanday mushavir yo'q vaqtning o'zidimi hatto yengaligan, mag'lub qila olgan. Mag'lubmi bo'lgan Saosov tarafidan? To'g'ri. Endi mushundaq vaqtning o'zida Liu Bei yana ojiz turib, buningga bir odat bir mushavir shu qetilib qolgandi. Saosov qanday qilib ketdi? Saurin bilan birga avatgan 5 tuman lashkari 8 taraflik oltin qulub sepini buzib Saosov degan jiddiylish bu Liu Bei'ga bir mushavir qetilibdi. Bu yo'lbos qanot chiqqan emasmi deb degan ilmiy kirishlatib shuni aketdi. Bu yerga Saurin qattiq mag'lublik Fanchongning qo'ldan bir badi. Mana qaranglar. Boshdan oxir Saosov izchil nayt kuchlik buning asosini aytib puxta chunki. Endi ikkisi selishtirganda ba'zida kuchlik, ba'zida mojiz. Endi Hanjung jangida ikkisi rasmiy tanglashgan. Mayli lashkar soni, mayli egallagan zimini, mayli mushavirlari, mayli sarkardlari. Biroq bu jangda Saosov dahshat mag'lub bo'lib, shu jang qechib aram berib oldi. Endi bir baver biqinglar, pinglin qilganlar bak qiziqqanlik bilan pinglin qilmanglar. Men oldiganini o'ylab, ancha taklif qilib, anondan keyin qilsanglarmi, kechikmaysizlar. O AI'dan, Doboddan so'rab qilgan pinglin ularni. Bularni